Endi azizlar, sizlarga aytar gapim shuki, ana shu bir yil mobaynida Yahyo ibn Yahyo al-Andalusiy rahmatullohi alayhi qilgan ishi bu psixogenetika bo'ladi. Men Himmat 700+ loyihasiga asos solgan paytimda menga ergashganlarga aytganman. Ajdodlarimizdek Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziylarni yana qayta dunyoga keltirish oson ish, mumkin ish, qiyin ish emas bu. Bizning yo'limiz mana shu yo'l. Ajdodlarimiz yurgan yo'lni yana qayta tiklash. Yana ajdodlarimiz kabi ichimizdan Imom Buxoriylar, Imom Termiziylarni yetishtirib chiqarish. Buning uchun biz mana shu psixogenetika faniga o'ta muhtojmiz. Bizdan Imom Buxoriylar chiqqan, Termiziylar chiqqan, ular yana chiqishi mumkin, albatta chiqadi, ularni chiqishi oson. Buning uchun biz psixogenetikaga muhtojmiz degan gap. Ilmiy gapmi, populizmmi? Bu fikr ko'proq populizmga yaqin, chunki Imom Buxoriy va Imom Termiziy kabi ulug' allomalarning yetishib chiqishi faqat genlar yoki irsiyat bilan bog'liq emas. Bu yerda muhit, ta'lim, tarbiya, jamiyatning ilmiy merosga bo'lgan e'tibori ham juda muhim omillardir. Shuning uchun psixogenetika bu jarayonda yagona yechim yoki asosiy omil sifatida qaralishi ilmiy asosga ega emas. Tasavvuf maktablari mana shu betarbiya nafsni olib tarbiya qiladi. Uni qiliqlarini o'zgartiradi. DNK darajasida o'zgartiradi. Gen darajasida o'zgartiradi. Va uni keyingi bosqichga, nafsi lavvomaga olib chiqadi. Psixogenetika fani orqali odamlarni da'vat qilish yo'li bilan genlari darajasida, hattoki DNK darajasida o'zgartirish mumkin degan gap ilmiy asosga egami? Yo'q, bu fikr ilmiy asosga ega emas. Hozirgi kundagi ilmiy tushunchalarga ko'ra insonning genlarini yoki DNKsini faqatgina psixologik usullar yoki da'vat orqali o'zgartirish mumkin emas. Genetik o'zgarishlar jismoniy va biotexnologik usullar orqali amalga oshiriladi, lekin ruhiy yoki psixologik ta'sir bilan emas. Shuning uchun bu da'vo ilmiy jihatdan noto'g'ri. Islom dinidagi tasavvuf ta'limotini aslida shu psixogenetika bo'lgan deyish naqadar to'g'ri yoki populizm? Tasavvuf ta'limoti bu islom ma'naviyati va ichki poklikka erishishga qaratilgan ruhiy yo'l-yo'riqlar tizimi bo'lib, uni psixogenetika bilan tenglashtirish ilmiy jihatdan to'g'ri emas. Tasavvuf insonning ma'naviy kamoloti, axloqiy tarbiyasi va Allohga bo'lgan muhabbatini rivojlantirishga qaratilgan. Psixogenetika esa genetika va psixologiya orasidagi ilmiy sohani anglatadi. Shuning uchun bu ikkisini bir-biriga tenglashtirish ko'proq simbolik yoki metaforik ma'noda bo'lishi mumkin, lekin bu ilmiy yondashuv emas.